Ustoz, yana nima ishlab boshlaymiz? Bu Gentra'mi? Nima bu? Nimaga buni yarim oq, yarimi qora? Tomlislargacha buni zakrovkadan qo'parib tashlaganmisiz? Albatta. Nima bo'lyapti, xudo xolasa bu? Kanalimiz a'zolari 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1.8 Lacetti mashinasi o'ta tiniq turgani uchun proyektga olindi. YouTube'da ko'p muxlislarimiz video chiqarmay qo'ygani uchun xafa bo'lgani uchun xudo xolasa mana shu mashinani muxlislar uchun chiroyli qilib taqlab beramiz. Qaysidir muxlisimizga yoqsa narxini kelishib beramiz xudo xolasa. Bu proyektga noldan qilinadigan mashina. Formalarga alohida lekin respekt. Necha bu endi? Mana YouTube uchun alohida olingan mana YouTube. Orqada ham logolar bormi deyman? Albatta. Ayt. Xudo xolasa mashinamizga qaytsak ekan, bu mashinani noldan patprojekt qilamiz xudo xolasa. Pakpret qilamiz, mana bu tomlisimizni olishimiz sababi ham tomlisimizni olib tashlaymiz, xudo xolasa. Bu radnoy tom, lekin o'zimizda ham qora lukli radnoy tomimiz bor. Bunga luk qo'yish maqsadida, ya'ni motorni 1.8 olib tashlab, tiniq 1.6 avtomat korobka, motor korobka qilib qo'yibmiz. Salon qismlarini ham polni Gentra ko'rinishi Gentra bo'ladi, xudo xolasa. Bu mashina menimcha radnoy mashina edi-ku. Bu radnoy mashina bitta zadniy krilosida oldingi holatida kraskasi bo'lgan, qolgan joyi toza. Mana salonlar ochib ko'rsatsangiz o'zi saqlangan mashina bilinadi. Hozirgi 2023-yil Gentralari bunday holatda turmagan. Shuning uchun tiniqlik uchun olingan. Xo'p, bu mashina shunda patprojekt bo'lgandan keyin noldan даже bolt gaykasigacha yangi bo'ladi. Hammasigacha yangi bo'lib, tiniq holatga olib keladi. Polni shumizlatsiya, bronik plyonka, keramika, tonirovka hammasi ruxsat bo'ladi. Diska, balon ko'rinishi 2023 deb beradi. Mashinaning holati lekin texpasportda 13 bo'ladi. 1.6 chist avtomat dokumentalni qilib beramiz. Shunda hozir polirovka, keramika, broneplyonkaning o'zi даже $3000 bormi? Albatta, $2000 broneplyonkaning eng qimmatini olib qo'yganmiz. Akalarim, bu mashina nerealniy proyekt xudo xolasa. Kuzatib turasizlar akalam. Kanalga обязательно. Muxlislar uchun ideal holatda chiroyli qilib beramiz. Mashinamiz xudo xolasa tayyor bo'lgandan keyin sotiladi. Qiziquvchilar bo'lsa hozirdan ham pul tikib qo'yishi mumkin. Xohlovchilar uchun. Olamasa ko'rib olaman degan bo'lsa, mashina bitgandan keyin ham akkuratli holatda chiroyli qilib beramiz. Bu haliga 15-20 ming dollarlik mashina bo'lmaydi. Dekkonlar bor. Patolog 7 ming, 8 ming dollarlik mashina bo'ladi. Shuncha pul tikaman, shu 7 ming, 8 mingga turg'izsa bo'ladimi shu mashina? Bo'lsa, biron plonkalari bilan bu mashinamiz 8 ming dollarga boradi. Avtomat diska, pakoylar, polni Gentra. Даже salongacha xudo xolasa. Salongacha Gentra bo'ladi. Tablolar terilgan, обязательно обшивkalar hammasi salonlarigacha ideal holatda qilib beramiz. Har doimgidek muxlislarimiz uchun. Xudo xolasa bu mashinani chiqishini nima qilish kerak kuzatish uchun? Albatta bizga podpiska bo'lib qo'yib, yangiliklardan xabardor bo'lib turish uchun like bosib qo'ysangiz, mana shu videomiz ko'proq tarqalib, shunaqa mashina izlab yurganlar uchun proyektga akkuratli mashina bo'lib chiqadi. Xudo xolasa akalarim, kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yasizlar. Kimga shunaqa tayyor mashina kerak bo'layotgan bo'lsa, videoni обязательно o'sha odamga jo'natib qo'yish kerak. Xo'p, xizmatlar bo'yicha 24 ga 7, 7 ga 24 alohida. Avarenni, pachoq, yonib ketgan mashina bo'yicha O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz, top bergan $100 hadyamiz bor. Siz Jalolovda servis kanalini kuzatyapsiz. Hammaga rahmat. Endi bo'ldi yo'q.